Yana qochdingmi? Seni shoshmay tur, bezori. Qochdim. Bunisi 30-si. Nishonlash kerak. Uzmedia.tv saytida premyera. Bu yerdan aniq topolmaysiz, kampirshoh. Voy, qoyil. Zo'r joy ekan-ku. Tinch qo'y, ket bu yerdan. Kechir, Olmaxonjon. Voy. 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 Yuzingizni chiroyli qilib qo'yaymi? Endi mendan ko'rasan yaramas bolakay. Voy. Salom, yalmog'iz buvijon. Kuzyaning sarguzashtlari. Jonim, charchab ketdim. Qaragan chog'imda shu bolalar ham boshimga balo bo'ldi-ya. Kuzajon, qari odamni ovora qilish yaxshimi? Endi qochib bo'libsan. So'raganimda berdi, bilganingni qil. Ertami kechmi baribir qarib chiriysiz, keyin qoq suyakka aylanasiz. Qo'yvoring meni. Qo'yib yuboraman. Sehrli sandiqni berishing bilan katta ko'cha senga muntazir. Bemalol. Sizga yagona beradigan sehrli narsam bu tepki. Osilib turchi, aqling kirib qolar. Haligi nega qozon osyapsiz, ey? Mayli, o'zi qochaverib qornim ham ochib ketgandi. Nimani mo'ljallayapsiz, kampirshoh? Men seni yeb qo'ymoqchiman. Yo, yeb qo'ya olmaymiz. Axir qarindoshmiz-ku. O'zingiz ayting-chi, jigarini ham yeydimi? O'rgildim. Sendek qarindoshdan. Hozir suvni tayyorlab olay. Yumshoqqina qilib pishirib yutvoraman. Buvijon, men juda bemazaman. Achchiqligimni aytmasa ham bo'ladi. Keyin jig'ildoningiz qaynaydi. Haliga men qizishni boshlayapman. Voy, issiq. Endi mendan ko'rasan, bezori. Xamir yoyib nima qilasiz? Qomat uchun zarar, axir semirtirib yuboradi. Keyin birorta ham o'lmaskashlik sizga qiyoyam boqmay qo'yadi. Ko'zi qorinlar ham bor ekan. Ko'zi qorinli yegulikka nima deysan? O'zingizga siylov, tiqilib qolmang yana. Yema, o'zing bilasan. Ochnahor holda osilib turaver. O'zingni qiynama bolakay. Sandiqchani berdi, ketaver. Va uyingga bora qol, odamlarni oldiga. Axir tez orada u yerni buzib tashlashadi-ku. Menda hech qanday sandiq yo'q. Bo'lgan taqdirda ham sizga bermagan bo'lardim, yalmog'iz buvi. Sen bu yerda osilib turguningcha, uying qarovsiz qolib buzilib ketadi. Keyin senga qiyin bo'ladi, ko'chada qolib ketasan. Boshpanasiz uy ajinasi bo'lishi mumkinmi? Kuzajon. Voy, meni qo'rqitaman deb ovora bo'lmang. Qari tasqara, sandiqchani hech qachon ko'ra olmaysiz, aslo. Demak, yaxshi gapga ko'nmaysan, a? Ko'nmayman. Unda boshqachasiga gaplashamiz. Yo'q. Yo'q. Kim bor? Yaxshi odamlar, yordam bering. Yalmog'iz kampir aqldan ozibdi. Kim bor? Qani tushinglar, yetib keldik. Qizim, yana telefonga mukkangdan ketdingmi? Nima?
Natasha kun bo'yi telefon o'ynashing dadangga yoqmayapti. Boshqa nima qilay? Hech bo'lmasa bizga yordam ber. Dada, uyni sotmoqchi edingiz-ku? Bu yerga nega keldik? Katta bo'lsang tushunasan. Ajoyib xotiralar. Bolaligimda har yozni shu yerda o'tkazardim. Lekin ertami kechmi bolalik bizlarni tark etar ekan. Buncha chang bo'lmasa, Andreyosha bu yerga umrbod yashash uchun ko'chib kelmaymiz-ku. Egasi bo'lmasa, uy ham eskiradi. Menimcha, to'kilib tushishini kutib o'tirish to'g'ri bo'lmaydi. Balki uy ajinasi yollarmiz. Uyga ko'z quloq bo'lib turadi. Uy ajinalari bo'lmaydi. Voy! 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 Bolalarni uxlaydigan vaqti bo'ldi. Kalava aylanishdan to'xta. Buncha aylanasana, boshimni og'ritib yubording. Voy, buvijon, xayrli tun demoqchi edim. To'xta bezori. Buvijonimdan qochdim. Kampirshodan qochib ketdim. To'xta. Nima qilmoqchisan? Voy! Ushla. U yerda nimani ko'rib qolding? Bo'yni menga yoqmadi. Qari ko'rsatyapti. Uni olib ketmaymiz. Xo'p, olib ketmaymiz. Dada, kerakli narsalaringizni yig'ib bo'ldingiz-ku? Endi uyga qaytsak ham bo'lar? Shoshmay tur. Kichkinaligimda bu yerda
sirli uycham bo'lardi. Bu yer haqida hech kimga aytmasdim, hatto buvimga ham. Bilib qolishganida ham bu yerga chiqa olishmasdi. Chunki zinalardan ko'tarilish, amallab chiqib olish kerak edi-da. To'g'ri, hamma yoq chang bo'lib yotardi-yu. Ammo sirli uychamdagi narsalar xavfsizlikda edi. Bular bolalikdagi xazinalarim. Meni oltin sandiqcham-ku, shu yerda ekanda. Oh. Zo'r ekan, dada. Endi uyga ketsak ham bo'ladimi? Bo'ladi. Voy, endi ular bilan birga ketishim kerak. Ko'tardik. Andryusha, seni tushunaman. To'g'ri, bu yerga deyarli kelmaymiz. Hovlini sotsak, puli ipotekamizga yarardi. Shubhasiz. Ushla. Menga qaranglar, bir fikr tug'ildi. Ehtimol dam olish kunlari birgalikda biror yerga borarmiz-a? Unutdingmi, konferensiyam bor. Piterga ketaman. Ushla. Menda ham bir fikr bor. Balki sizlar men bilan Piterga borarsiz. Natasha, dam olish kunlari Piterga borishga nima deysan? Aylanamiz, kichik sayohat bo'ladi, ha? Dada, qishloqni aylanib ketyapmiz-ku. Shu sayohatni o'zi yetarli. Balki uyimizni aylanarmiz. Iltimos. Nima deyishga ham hayronman. Xuddi onangni o'zginasi. Sehrli sandiqchamni olaman-da, o'z uyimga qaytaman. Jonajon, uyimni qanday tashlab ketaman, ha? Xudoyim. Judayam go'zalmi? Endi Ko'zajon aniq meni tanimaydi. Xo'sh, bularni dunyosida supurgida uchishmaydi. Urib tushirishlari mumkin. Senda ketaman. 4 oyoqlik iblischa. Oh.